Assalomu alaykum. Bugungi videomiz homiladorlikning 2-trimestri, ya'ni 13-haftadan 27-haftagacha bo'lgan davr haqida bo'ladi. Bu davrda chaqaloq juda tez rivojlanadi. Onaning organizmida esa ko'plab yangi o'zgarishlar yuz beradi. Keling, 13-haftadan 27-haftagacha bo'lgan davrni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. 13-16 haftalar 2-trimestrning dastlabki haftalarida chaqaloq faol o'sishda davom etadi. Miya va asab tizimi rivojlanadi. Qo'l-oyoqlar faol harakatlana boshlaydi. Yuz turmalari yanada aniq shakllanadi. Onada esa ko'ngil aynishi kamayishi, energiya va ishtahaning yaxshilanishi mumkin. Qorin asta-sekin bilinadigan bo'la boshlaydi. Bu davrda shifokor tavsiya qilgan prenatal vitaminlarni qabul qilish va muntazam nazorat muhim hisoblanadi. 17-20 haftalarda homilaning harakatlari tobora faol harakat bo'ladi. Ko'pchilik ayollar chaqaloq harakatlarini taxminan 18-20 haftalarda sezishni boshlaydi. Biroq bu har bir homiladorlikda turlicha individual bo'lishi mumkin. Chaqaloqlarning eshitish tizimi rivojlanadi, miya va asab tizimi faol takomillashadi, suyak va mushaklar mustahkamlanadi. 20-haftalar atrofida shifokor tavsiyasiga ko'ra batafsil ultratovush tekshiruvi o'tkazilishi mumkin. Onada qorin kattalashishi, bel og'rig'i, jig'ildon qaynashi yoki oyoqlarda yengil shish ham kuzatilishi mumkin. 21-27 haftalarda chaqaloqning harakatlari yanada sezilarli bo'ladi. Eshitish qobiliyati rivojlanadi. Ko'zlar yorug'likka javob bera boshlaydi. Miya, yurak, o'pka va boshqa organlarning rivojlanishi davom etadi. Chaqaloqning terisi himoya qiluvchi yog'simon qatlam verneks va mayin tukchalar lanugo bilan boyiydi. Onada qorin kattalashishi, bel yoki oyoqlarda noqulaylik, charchoq, uyqusizlik va yengil shish ham kuzatilishi mumkin. Bu davrda sog'lom ovqatlanish, yetarli suyuqlik iste'mol qilish va shifokor ruxsat bergan yengil jismoniy faolliklardan foydalanish zarur hisoblanadi. 25-27 haftalarda chaqaloq tez vazn yig'ishda davom etadi. Miya va asab tizimi yanada rivojlanadi. Eshitish qobiliyati yaxshilanadi. Ko'zlar yorug'likka sezgir bo'la boshlaydi. O'pka rivojlanishda davom etadi. Nafas olishga tayyorgarlik jarayoni shakllanadi. Chaqaloqlarning harakatlari kuchliroq va aniqroq sezilishi mumkin. Onada esa qorin kattalashishi, bel og'rig'i, oyoqlarda shish, tez charchash, uyquning buzilishi va nafas qisishi kabi holatlar uchrashi mumkin. 2-trimestrda sog'lom ovqatlanishga ham odat qiling. Homiladorlik davomida muvozanatli ovqatlanishga harakat qiling. Sabzavot, meva, oqsilga boy mahsulotlar, sut mahsulotlari va boshqa foydali oziq-ovqatlarni ratsioningizga kiriting. Yetarli miqdorda suyuqlik iste'mol qiling. Shifokor ruxsat bergan bo'lsa, yurish yoki homiladorlar uchun mos yengil mashqlar bilan shug'ullanish mumkin hisoblanadi. Yetarlicha dam oling va uyquga e'tibor bering. Shifokor tavsiya qilmagan dorilarni o'zboshimchalik bilan qabul qilmang. Alkogol, tamaki mahsulotlari va spirtli, gazli ichimliklarni iste'mol qilmaslik qat'iyan talab qilinadi. Tibbiy nazorat 2-trimestrda shifokor ko'rigiga muntazam borish juda muhim hisoblanadi. Shifokor homiladorlikning kechishiga qarab ultratovush, qon va siydik tahlillari hamda boshqa zarur tekshiruvlarni belgilashi mumkin. Ayniqsa 18-22 haftalar atrofida homilaning anatomik rivojlanishi baholash uchun batafsil ultratovush tekshiruvi
tavsiya qilinishi mumkin. 24-28 haftalar oralig'ida esa ko'plab homilador ayollarda gestatsion diabetni aniqlash uchun glyukoza testi o'tkaziladi. Bunga juda muhim e'tibor berishingiz talab qilinadi. Qachon shifokorga murojaat qilishingiz zarur? Homiladorlikda ayrim belgilarni e'tibordan qoldirmaslik zarur hisoblanadi. Qindan qon ketishi, suv kelishi, kuchli yoki davomli qorin og'rig'i, kuchli bosh og'rig'i, ko'rishning buzilishi, yuz va qo'llarda to'satdan kuchli shish, isitma, arterial bosimning ko'tarilib ketishi, nafas olishning qiyinlashishi yoki homila harakatlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatilsa, zudlik bilan tibbiy yordamga murojaat qiling. 13-27 haftalarda homiladorlikning juda muhim davri hisoblanadi. Bu davrda chaqaloqning miya, asab tizimi, o'pka, yurak, suyak va boshqa organlar faol rivojlana boshlaydi. Onaning organizmi esa chaqaloqning o'sishiga moslashishda davom etadi. Har bir homiladorlik individual hisoblanadi. Shuning uchun internetdagi ma'lumotlardan ko'ra sizni kuzatayotgan shifokorning tavsiyalari muhimroq hisoblanadi. O'zingizni asrang, sog'lom ovqatlaning, yetarlicha faol dam oling va muntazam tibbiy nazoratda bo'ling. Har kuni piyoda sayr qiling. Toza havoda ko'proq yurish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, foydali oziq-ovqat mahsulotlaridan mevalarni ko'proq iste'mol qilish farzand va ona salomatligi uchun ham juda foydali hisoblanadi. Sog'lom ona, sog'lom bola. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Va ushbu ma'lumotlarni homilador bo'lgan yaqinlaringiz bilan ham ulashib qo'ying. Keyingi videolarda homiladorlikning 3-trimestri, ya'ni 28 va 40 haftalarda ona va bola organizmida qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini ham ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.